Miokard infarktini, yurak xurujini boshdan kechirgan bemorlar uchun reabilitatsiya mashqlari juda muhim bo'lib, yurakni qayta mustahkamlash va uni faoliyatiga moslashish imkonini beradi. Qon aylanishini yaxshilaydi, qayta infarkt xavfini kamaytiradi hamda ularni jismoniy va ruhiy tiklanishida katta ahamiyatga ega. Reabilitatsiya mashqlar to'plami quyidagilardan iborat. Stulga qulay o'tirib olgan holatda oyoqlarni oldinga ozgina uzatib, qo'l va oyoq barmoqlarini bukib nafas olinadi va bo'shatib nafas chiqariladi. Qo'l kaftlarini yelkaga qo'ygan holatda tirsaklarni ko'tarib nafas olinadi va tirsaklarni tushirib nafas chiqariladi. Keyingi mashqda erkin nafas olib, qo'llarni bo'sh qo'yib, o'tirgan joyda yurish mashqi bajariladi. Keyingi mashq. Erkin nafas olgan holda o'ng qo'lni bukib tirsakni stul suyanchig'iga orqaga tekkiziladi va oldinga qaytariladi. Keyin chap qo'lni bukib, tirsakni chap tomonda stulni suyanchig'iga tekkizib oldinga qaytariladi. Keyingi mashq turgan holatda bajariladi. Erkin nafas olgan holda turgan joyda qo'llarni harakatlantirib yuriladi. Keyin qo'llarni belga qo'yib, barmoqlarni uchida yurishga o'tiladi. Keyin sekin tovonlarda yurishga o'tiladi va sekin oddiy yurishga o'tiladi. So'ng sekin to'xtaladi. Turgan holatda qo'llarni yuqoriga ko'tarib nafas olinadi va qo'llarni tushirib nafas chiqariladi. Keyingi mashq stulda o'tirgan holatda bajariladi. Qo'l barmoqlarini biriktirib zamok qulf ko'rinishida ushlagan holda qo'llarni baland ko'tarib chuqur nafas olinadi va qo'llarni tushirib nafas chiqariladi. Qo'llarni keng ochib nafas olinadi va qo'llarni tushirib, o'ng tizzani ko'krak sohasiga bukkan holatda nafas chiqariladi. Mashqlar galma-gal bajariladi. Qo'llarni yuqoriga ko'tarib nafas olinadi va ozgina egilgan holda qo'llarni qarama-qarshi oyoqlarga tushirgan holda nafas chiqariladi. Keyingi mashq yana turgan holda bajariladi. Erkin nafas olgan holda turgan joyda qo'llarni harakatlantirib yuriladi. Keyin qo'llarni belga qo'yib, barmoqlar uchida yurishga o'tiladi. So'ng sekin tovonlarda yurishga o'tiladi va sekin oddiy yurishga o'tiladi va sekin to'xtaladi. Turgan holatda qo'llarni yuqoriga ko'tarib nafas olinadi va qo'llarni tushirib nafas chiqariladi. Keyingi mashq. Stulni ushlagan holda o'ng qo'lni va chap oyoqni yuqoriga ko'tarib mashq qilinadi. Keyin chap qo'lni va o'ng oyoqni yuqoriga ko'tarib galma-galdan mashqlar bajariladi. Keyin oyoqlarni yelka kengligida ochib, o'ng tizzaga bukilgan holatda mashq qilinadi va to'g'ri holatga kelib, so'ng chap oyoqni bukkan holda mashq qilinadi. Oyoqlarni birlashtirib, o'ng oyoqni o'ng tomonga, keyin chap oyoqni chap tomonga ko'tarib, erkin nafas asosida mashq qilinadi. Keyingi mashq o'tirgan holatda bajariladi. Qo'llarni yuqoriga, oyoqlarni oldinga qarab uzatib, nafas olinadi va yig'ib, nafas chiqariladi. Stulda yaxshilab o'tirib olib, yon boshiga galma-galdan bukilib, erkin nafas olib mashq qilinadi. Miokard infarkti o'tkazgan bemor reabilitatsiya mashqlarini bajarmasa, turli jiddiy asoratlar yuzaga kelishi mumkin.